obunachilar. Sizma vapshi dahshat o'rtoqlar. Saat 12:30 xudo xolasa tayyor bo'ladi. Shu oy 3 norasida uchun o'zlaridan suyishtirib, bola chaqasidan, kasal sog'indan suyishtirib, shu oilaga e'tibor qaratib, shu farzandlar ham bizlar farzandlar deb o'tirib tursinda, harakatda bo'lganlar. Qabul olsin ihsonlarimiz. Bugun xudo xolasa finalda joy to'ydamiz nasib bo'lsa, hurmatli obunachilar, eshikka yana do'shadik 40 odamlik bir qator go'shtamiz. Yine bana min qaynatganının faydası yoktan bir de çoğaya. Yine bu dengini vakırdap durbası hesap emez mi? Hesap. Bol da şu. Koş koş kudret. Yemek Ne gerek? Ziyadara kalk gidecek bak. İşi düm zor oldu işi duruşu. İnanamıyorum. Birisi buladı ne? Şerteme. Meyvene birisi buladı hava. Birisi de bir meyve dımzur. Bir kavun, bir meyve koyup hava bu. Alın yemeğe Salın asap camana. Ana bu. Ortağından koyup. Benim ben nesi baba işe köyüşlerin üzeri çepene deyiz kur. Makara. Babana çana ben uğraştım. Köyüşlerin üzeri tepe atırsız uğraşıyorum. Ama uğraşma. Kameradan ettirmesen faydası yok. Arada meyve bak. Hürmetli obunachilar, bu yan taraftaki to'yimizdan boradilar. Nuradin Tiretkin'den so'rashadi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sog' salomat yuribsizlarmi? Vaqtlaringiz xo'shmi? Yine 3 norasidaga solinib bitdi yine xudo xolasa. Bugun joy to'yga kelaverasizlar. Ebetda sadaqa yine xudo xolasa. Necha yilligini ayting. Bilmi? 12ga kelaverasizlar. 12 ekan. 12ga kelaverasizlar. Azondan kechgacha bo'ladi. Yuvaramiz aqib buyin. Tamam. Kelaveringlar. Kelaverasizlar. Marhamat bilan. Dasturxonlarimiz sizlar uchun ochiq. Yulduz Hanım gaplaydi. Havayı bir de neştirip tuttu. Sabriye namaz, Sabriye namaz. Obunaçılarımızın. Sabriye namaz. Yok. Sabriye'nin uzak verin ya Sabriye'nin. Hepsini çağır, hepsini çağır. Hepsini çağır değil mi? Невозможно использовать мабыни. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yurtdoshlar, yaxshi insonlar. Sizlarga ming rahmat aytaman. Allohimma ming qatla shukr. Xudo xolasa shu darajaga keldi. Qudrat amam rahmat sababchi etgan. Uzoqdagilarning safarlariga bexatar bo'lib, Xudoyim kelib to'lib toshib to'y tomosha etib o'tirmoq nasib etdi. Kasallarning shifosini bergay Allohim. Qizsiz qiz, o'g'ilsiz o'g'il bergay. Hammaga ming rahmat. Ichimdagi xursandchiligimni nechali aytsam ham yana chiqara olmayman. Ming rahmat Allohimdan qaytsin. Kimki niyatda ihson etgan bo'lsa, Xudoyim niyatlaringiz xolis bo'lg'ay. Allohim dargohida qabul etdi. Bizlardan qaytmasa Allohimdan qaytsin. Shu ayollarning ustida hamisha sizlar uchun duodaman. Ming rahmat. Xorazm kanalına obunachilarına Rahmat. ne deymiz? Rahmat aytamiz. Kattadan kichkina hammadan deyman. Ana. İhsonlari Salomat va qizim. ana. Yana bir Rahmat aytib berdingiz. Sabriye rahmat aytdi Sabriye. Giydirib tura qo'shilib aytib. Rahmat. Bir duo qilib ber shuncha obunachilarimizning nomidan. Barchasini. Shaytonazim. Shaydan o'tgan o'g'ilsiz, qizsiz, bechora derarsima muhtoj bo'lib o'tgan hammadan deyapshatim. Neki niyatda ihson etgan bo'lsa, niyatlarni xolis etdi. Allohim dargohida hamisha qabul bo'lg'ay, jannatlari eshiklari ochilib turmoq nasib etgay hammaga. Hamisha yaxshi insonlar shu hayotda hamma insonlar yaxshilik qiladi. Shu yo'llaringizda
adaşmaysızlar. Hemşe yaxşı insanlara yoldaş et, yamanlara yoldaş etmeyin Xudoy. Mindən min rahmet aytaman. Bizlerden kaçmasa Allah'ımla hemşe qaytıb durgaysızlar. Allah razı olsun. Bugünkü güneçerler bize bilen finalda duada bulup bala çağasından, özünden, keseli sağından suyuşturup, ihsan etip, Hudayimin cennetinden ümidvar bolgan bendeler. Kabul olsun ihsanlarınız. Cennet, mübarek olsun, derçenize. Sağ ve aman bolup bir like basıp koyun var.